Assalomu alaykum barchalarga. Malayziyada o'qishni niyat qilib shu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, xush kelibsizlar mani YouTube kanalimga. Xo'p, ismim Sabina. O'zim Malayziyada student bo'lib kelganman va hozirda konsalting kompaniyada o'z faoliyatimni olib boraman. Ushbu YouTube kanalni ochishdan maqsad o'zimga o'xshagan Malayziyada o'qishni niyat qilgan, chin dildan tirishqoq yoshlar uchun bepul konsultatsiyalar berib borish va ularga universitetga kirishlariga yordam berish uchun ushbu kanalni ochdim va hech qanaqa to'lov talab qilinmaydi. Buning uchun prosta men o'zimni personal advice-larimni berib boraman. Ya'ni o'zim hayotimdan kelib chiqib, qaysi universitet yaxshi, o'zim qanaqa qilib kelganman, Malayziyada o'ziga qanaqa yashasa bo'ladi, oyliklar qanaqa, kelgan studentlar o'zini o'zi eplasha oladimi? Ko'p studentlar har xil luxury hayotni orzu qilib kelishadi. Aslida parda ortida hayot qanaqa, haqiqatdan kelib o'qishga arziydigan joymi, yo'qmi? Shular haqida bemalol meni kanalimda bilib olsanglar bo'ladi. Agar qanaqadir savolinglar bo'lib qolsa, kommentariyada yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xo'p, endi o'zim Malayziyaga kelish fikri menga qayerdan paydo bo'lib qolgan. Men o'zi Yevropa davlatiga o'qishga topshirmoqchi bo'lib yurganman, ingliz tili o'qib, o'sha IELTS ko'tarilib yurgan vaqtlarimda chet elga topshirmoqchi bo'lib yurganman, chunki menda hech qachon niyat bo'lmagan O'zbekistonda qaysidir universitetga kiraman deb. Keyin esa uyimdagilarni menimcha o'shaning uchun ko'ndirish ham unaqa qiyin bo'lmagan, chunki o'sha 9-8-sinflarimdan chetda o'qiyman deb yurardim va men Angliyada o'qimoqchi bo'lganman. Angliya yoki Avstraliyaga topshirmoqchi bo'lganman, lekin o'ylab qarasam moliyaviy taraflama menga sal og'irlik qiladi, chunki men ota-onamning sharoiti bor, sharoit ko'tarishadi to'lab berishga. Lekin men o'zim xohlamaganman, ularni qiynashni. To'g'ri, men qaysi davlatga borsam ham xuddi shu sizlardagi o'zim eplamoqchi, o'zim ishlab, o'zim kontraktlarimni yopmoqchi bo'lganman. Va o'shaning uchun menga har taraflama mos kelgan, ham narxlari tomonlama, ham ob-havosi tomonlama mos kelgan davlat bu Malayziya bo'lgan. Malayziya musulmon davlat, xabaringiz bor. Bu ya'ni qish bo'lmaydi, har doim tropik davlat bo'lgani uchun tabiati juda ham chiroyli. Yana studentlar uchun menimcha eng yaxshi davlatlardan bittasi Malayziya bo'lsa kerak. Menga to'g'ri yoqmagan narsalari ham bo'ldi. O'zbekiston bilan Strasburgga kelganimdan keyin menda ozgina havo alishgani uchun menda boshida ozgina qiynaldim. Ob-havosiga o'rganib ketish ozgina qiyin bo'ldi. O'sha universitet boshlangandan keyin o'zimiznikidagi sistemadan ko'ra bu yerda ancha boshqacharoq sistema bo'lgan. O'shanda ozgina qiyinchiliklar bo'ldi. Menga keyin hech kim anaqa tushuntirmagan universitetda, masalan, endi o'zim ingliz tilini bilganim bilan, lekin o'quvchilarning hammasi bu yerda уже moslashib ketganda, chunki bular уже maktabdan shunaqa tarbiya berishadi. O'shaning uchun universitetlarda o'qish, universitetda davom ettirish unaqa qiyin bo'lmagan. Bularning o'zlari portallari, ularni ishlatishda ozgina qiyinchilik, muammolar bo'lgan. Keyin sizlarga email beradi, постоянно o'sha sizlarni attendanceinglar o'zbekchada darsga necha marta keladi, necha marta kelmaydi, nima deyiladi o'zbekchada, o'sha davomatinglar через emaillar orqali bo'ladi, o'zini portali bo'ladi. O'sha universitetga kelgan vaqtinglarda sizlarga o'sha universitet o'zi email beradi, keyin sizlarni masalan shaxsiy emaillar bo'lsa ham ular sizlarga yangi ochib beradi. Men o'sha birinchi kelgan vaqtlarimda portalga o'zimni personal emailimdan kiraverganman va birinchi semestrimda attendanceim o'sha davomatim bashi tushib ketgan, chunki men o'zimni emailimdan foydalanganman, ular bo'lsa ular universitet bergan emaildan foydalanmaganman. Xullas shunaqa menda juda ko'p muammolar bo'lgan. Undan keyin birinchi marta kelgan paytimda turist bo'lib kelganman. O'zim bir oycha Malayziyada bo'lib, yashab, ko'rib, keyin yana bir marta ishonch hosil qilganimdan keyin уже men decide qilganman, что men demak, mana shu shahar meni kelajagimni o'zimni kelajagimni shu yerda ko'rmanman deb keyin qaror qabul qilganman student bo'lib qolishga. Undan keyin men konsaltinglarni topshirganman va meni o'sha Malayziyada o'qib yuradigan bitta student aka menga yordam berganlar. Haligacha ular bilan aloqadamiz va shu fursatdan foydalanib kattakon rahmat ularga va ularning ayollariga. Menga yordam berib kelganimda rosa ko'p qiynalganman, chunki men 17 yosh bo'lganman va o'shaning uchun ko'p narsa menga yengillik bo'lgan. Chunki boshqa davlatga hali birinchi marta chiqishim edi, menda experience bo'lmagan, menda hech qanaqa tasavvur Malayziya haqida hech qanaqa prям nol bo'lgan, chunki ota-onam kelmagan joyga men o'zim kelib, o'zimni shaxsiy hayotimni boshlash qaysidir ma'noda men uchun ozgina qiyinchilik, qaysidir ma'noda emas, menga уже vasha qiyin bo'lganda, chunki ota-onamdan uzoqda, ba'zida pulingiz bo'lmaydi, shu ko'chada qolgan kunlarim bo'lgan. Qancha qiyinchilik ko'rgandan keyin o'sha mana shu darajagacha yetib keldik. Hozir mana ko'rib turganingizdek konsalting kompaniyada o'sha Central Asia marketolog sifatida o'z faoliyatimni olib boryapman. Agarda sizlar ham o'zingizga ishonsanglar, chin dilingizda Malayziyada o'qish istagi, xohishi bo'lsa, bemalol menga yozsanglar bo'ladi. Men sizlarga prям bepul konsultatsiya berib boraman, chunki men hamma narsani sama-sabol qilganman. O'sha universitetlarga qanaqa apply qilinadi, qaysi universitetlarga apply qilish kerak, qaysi universitet qancha scholarship beradi. Qaysi ma'noda konsalting kompaniyalar mana bu 100% scholarship beradi, mana bu universitet zo'r deydi, lekin
100% anaqa beradigan 100% scholarship beradigan universitetlar asosan unaqa topovoy universitetlar bo'lmaydi. Hamma biladigani o'sha City, Xiamen, keyin bir ikkita universitetlar bor, o'zi 100% scholarship beradi deydi, lekin asosan Malayziyada umuman 100% scholarship beradigan universitetlar aslida o'zi yo'q. U universitetlarning reytingi ozgina pastroq bo'lgani uchun ularga scholarship ajratiladi. O'zimning shaxsiy tajribamdan kelib chiqqan holatda, masalan, Malayziyaga kelgan studentlarning ko'pchiligi bizani konsalting kompaniya aldagan, unaqa qilgan, bunaqa qilgan degan gaplarni ko'p eshitganmiz. Men o'zim konsalting kompaniyada ishlaganim uchun aytmayapman, chunki men o'zbeklar yo'q, men ishlaydigan kompaniyada umuman o'zbeklar yo'q, hammasi o'sha malayziyaliklar, o'zini lokal xalqlari ishlashadi. Konsalting kompaniyani o'z asosiy vazifasi sizlar xohlagan universitetga hujjat topshirib berish. O'sha universitetga sizlarni kirgizdirib, o'sha keldinglarmi, vizanglarni oldinglarmi, bo'ldi, ularning ishi shu joyda tugaydi. Undan keyingi hayotinglar ularga qiziqmas, chunki ular o'zining ishini bajarib bo'ldi. Bu yog'iga o'zinglar harakat qilishinglar kerak. Konsalting kompaniya sizlarga butun Malayziyaga kelganinglardan keyin, umuman Malayziya emas, qaysi davlatga borishinglardan qat'iy nazar, o'sha davlatda qanaqa yashaysizlar, ish topish, unaqa narsalarga hech kim javob bera olmaydi. Chunki ertangi kuningiz qanaqa bo'lishiga hech kim uverin emas. Tim bo'lsa sizlar bu yerda ish bilan sizni qaysi bir konsalting kompaniyaga kelganingizda ish bilan ta'minlaymiz, sizga mana bunaqa hayot bo'ladi, mana bunaqa qilsangiz bo'ladi deyaptimi? Demak, ular aksariyat holatlarda yolg'on gapirayotgan bo'ladi. Shuning uchun ozgina jostkiroq bo'linglar. Izlanginglar, o'sha o'zinglar borayotgan universitet haqida birinchi podrobniy informatsiyaga ega bo'linglar. Qaysi universitetga boryapsizlar, uni reytingi qanaqa, akkreditatsiyadan o'tganmi yo'qmi, shularni ham ko'rib, bilib, hammasini tekshirib, keyin konsalting kompaniya bilan ishlashinglarni maslahat beraman. Agarda o'zinglar universitetga qanaqa qilib apply qilishni bilmasanglar, konsalting kompaniya sizlarga yordam beradi. Qanaqa sizlar qilishingiz o'zi aslida o'zinglar qilishingiz kerak bo'lgan ish konsalting kompaniya siz uchun qilib bergani uchun ular o'ziga charge qilishadi, ya'ni o'sha servis uchun pul olishadi. Lekin agarda o'zinglar universitetga qanaqa apply qilishni bilsanglar, vizaga qanaqa topshirishni bilsanglar, sizlarga konsalting kompaniyaning keragi yo'q. O'shaning uchun konsalting kompaniyadan ko'p narsa kutmanglar. Masalan, hamma chet elga chiqqandan keyin o'zini vaqtinchalik hayotda tasavvur qilishadi. Aslida unaqa emas. Aslida real hayotda hech kim ham ochib berishmaydi, chunki konsalting kompaniya ular ham ishlash kerak. O'shaning uchun sal bo'rttirishlar bo'lib turadi, lekin men sizlarga mana Malayziyaning real hayoti qanaqa bo'lishini sizlarga ko'rsataman, chunki Malayziya deganda ko'pchilik qanaqa davlat ekan, u yoq bu yoq deyishadi. Xalqi musulmon davlat, unaqa agressiv emas, juda ham nimasi bo'ladi, yumshoq tabiatli, bizga o'xshagan unaqa jostki xarakterdagi tabiat emas, odamlar emas. O'shaning uchun men Malayziyani tanlaganman. Agarda sizlar ham tanlamoqchi bo'lsanglar, bemalol kommentariyada savolinglarni bersanglar bo'ladi. Agarda kommentariyada javob bera olmasam, Telegramdan yozsanglar bo'ladi bemalol. Yoki bo'lmasa Instagramga podpisangizni qo'yinglar va menga subscribe qilish esinglardan chiqmasin. Bye bye.